Sen meni oldimga bekordan bekorga kelmagan bo'lsang kerak. Bitta yarimta ish bilan kelgansan. Xo'sh, nimaga kelding? Haligi anavi dandan sopli pichog'ingiz bor-ku. Ha. O'sha sinib qoldi. Shuni aytgani keluvdim. Xo'sh, undan keyinchi nima qilibsindi? Ro'zg'orda meni pichog'imdan boshqa pichoq qurib ketgan ekanmi? Tozi terisini shilvatuvdi. Suyagi sinib qoldi. Xo'sh, undan keyinchi tozim terisini nimaga shildilaring? Toshib qoldik deb boyatda o'lgandan keyin terisi uvol bo'lmasin deb shilib qo'ya qoldik. Padaringga nalatar, itim nima qilib o'ldi? Harom o'lgan otning go'shtidan buku o'ldi. Harom o'lgan otning go'shti qayerda ekan? Harom o'lgan otning go'shtini kim berdi? Begona ot emas, o'zimizni to'ri qasqani go'shti. O'shani yeb buku o'ldi. Ey bola, og'zingga qarab gapir. To'ri qashqa o'ldi deysanmi? Voy yaramas, nimalarni voldiramaysan? Uyda shuncha ot turganda, kelib boqib qo'ygan uloqcha otim bilan suv tashiysanlarmi? Ablaqlar! Omboram yondi, otlaringiz o'ldi. Padariga la'nat. Shum qadam.